Eng arzon profilni asosi gelkali yopishtirilgan 5000 dollarlik plyonkani 70-80% akalarimiz faqat toshdan himoya qilish uchun deb o'ylaydi. Aslida 5000 dollar qoplash bilan birga kamida 10-15 ming dollar xarajatdan saqlab qolishni bilarmidingiz? Tushunishingiz uchun 20 ming dollardan boshlanadigan mashinani foyda va xarajatlarini hisoblasak, xudo ko'rsin shunaqa melki DTP bo'lib qolsa, ayolingiz yoki farzandingiz qirib qo'ysa yoki tisib qo'ysa, shuni pokraskasi kamida 400-500 dollarga tushadi va kraska tushgan hisobiga 1000-2000 dollar narxi tushmasligiga sabab bo'ladi. Birovning plyonka bo'lsa, buni oldini oladi. Mo'ykaga kirganingizda qirilishlar, tizilishlar sodir bo'ladi. Bu narsani yo'qotish uchun polyovka keramikaga o'rtacha yiliga 200 dollar xarajat qilasiz. Plyonka qildirib olsangiz 5 yil davomida mashinangizni to'liq himoya qiladi. Eng katta foydasi bozordagi chaqqa chiqib tushib ketgan, xira tortib yoki kraska tushgan mashinaga nisbatan sizning mashinangiz 1000-2000 dollar qimmatroq sotsangiz bo'ladi. Chunki plyonkani shilganingizda kuzov holati yengidek turgan bo'ladi. Endi sizga savol, 5 yil davomida xarajatlarsiz mashinani yengidek mazza qilib haydab yurgan yaxshimi yoki-da shuncha xarajat qilib, qiynalib, ehtiyotlab oxirida arzonroq sotgan yaxshimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videomiz Brunel Plyon qildirayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak haqida bo'ladi.